Bugun men Venaga yetib keldim. Birinchi marta kelishim. Hozir bitta rayonda qolgan edim. Sal uzoqroq ketib qoldim. Mana shu yerda orqa tomonda domda Spalniy rayonida qolgan edim. Shu birinchi marta Venaga kelishim. Пока что katta planlar yo'q. Hozir sentrga ketyapman. Avtobus yoki metroda ketsa bo'lardi. Yerda yarim soat ekan, no velosipedlar ham bor ekan. Hozir velosipedni topib 75 sentga 30 minut haydasa bo'lar ekan. То есть 1 yevroga 30 minut, yarim soat. Hozir tur bor. O'sha turgacha, o'sha gidda yonigacha yetib olishim kerak. Где-то 15 minutda yetib olar ekanman agar velosiped oladigan bo'lsam. Ertalablar ajoyib tinch bo'lar ekan lekin. Shtuvertel degan rayon ekan. Bu daraxtzor chiroyliroq ko'chalar bor ekan. Men qolgan ko'cha sar prostoyroq edi. Oynadan video bunaqa. Tak, hozir где-то o'sha yergacha borsam, chapga qayilib, shu yerda velosipedlar turgan ekan. McDonald's cafe. В общем, topdim. Evet. Messe Prater degan metroning yonida joylashgan velosipedlar. К сожалению, elektronniy emas. Но вроде бы Vena tekis joyga o'xshayapti. Nachet hozir telefondan ulab bir amallab olaman. Keyin yetib olishga harakat qilaman. O'ylashim bo'yicha Vena tekis. Unaqa qiynalgan elektronniy shart emas. Alright. Tak, velosipedni oldim. Sekin endi hozir yetib olish kerak. Skarisi hozir pastga tushib olishim kerak, keyin telefonni olib kartaga qarab ketmasa bo'lmaydi. Universitet ko'rgan edim, Sigmund Freud. Частный universitet deb yozilgan edi. Vaqtim bo'lsa ketib ko'rib ketishim kerak. O'zi aslida yangi shaharlarga keladigan bo'lsam, 2-3 universitetni ko'rib ketaman yangi shahardan. Nimagadir o'sha universitetlarni как bir вот Sigmund Freud Private University. Mana yetib keldim. Franz Josef Kay 19 degan nomli ko'cha. Mana shu burchakda. Hozir 20 minutdan keyin gid kelish kerak. Velosipedda yaxshi yetib keldim lekin. Tez, lekin yo'llar sal Finlandiyada trotuardan bo'lsa, velosipedning дорожка ajratilgan bo'lsa, bu yerda nimagadir velosipedning дорожка yo'lni o'sha mashina bilan birga haydalar ekanda, yo'llar shuni yonida ichida desa ham bo'ladi. Da, mana o'ylaganimda Dvijuxa sentrda joylashgan ekan. Lekin 15 minut sal ichkari kirsa, u joy jimjit hech kim yo'q. Kechasi ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Prinsip o'zi kechqurun kelganimda ham tinch edi. Men qolgan rayon. Mana hozir sentri. Mana shu suvni buyog'i, bitta kanal bor ekan, Danube degan. Bu yog'i sentrda hisoblansa kerak. Lekin вообще 0 исследование qilib kelganman. Shahar haqida unaqa izuchat qilib kelganim yo'q. Yeah, because over there you can see, you might have noticed, we met on the ugliest swerve, you know. It's getting better, don't worry.
Agaleaf, look, this wonderful 1950s architecture here. Not much better in Erased either. That's because this the area was damaged the most in the last days of World War II. The Soviets were coming from the east. Bu Venada joylashgan eng kichkina kafe ekan. Marojniy o'rnida kofe qo'yib berar ekan 12 yevroga. Venani eski shahari boshlanyapti. Buni bizani jin ko'chalarida Grek rayoni, Grek kvartal deb aytilar ekan. 17-asrda greklar kelib shu yerda ko'chib migratsiya qilgandan keyin shu yerda asoslashgan ekan. Just come a little closer off the street. There's some traffic. Because from the back you can really see the cathedral really has two towers. From a distance you can often only see the higher tower. But the original plan would have been to have two towers at the same time. But then it ran into different problems. Financial problems, political problems, the threat from the east, from the Ottoman Empire, that threatened Christian Europe, and also inner conflicts of the Catholic Church, time of the Reformation. So altogether other worries with finishing the second tower here. They can really see where they stopped the construction, where the Gothic architecture ends. And only one. He was the first one to defeat Napoleon in an open battle. That didn't stop Napoleon though. A couple of months later he came back, crushed the combined Austrian-European army, also occupied Vienna twice. So it's a sausage stand with a green bunny sitting on top of it. It's a reference to the painting on the inside, which doesn't mean you can order a bunny hot dog there. I've tried. It's just a reference to the painting, but it's Mana turam tugadi. Hozir Albertina muzeyi orqa tomonidagi parkka keldim. Bu joyda o'tirib bratwurst bilan limonad olgan edim. O'shani yeb olishga choy qidirib olmay endi. Azincha dam olib keyin bir soatlardan keyin где-то gostinitsaga qaytaman. Kecha plan yurt qilgandim velosipedda shaharni aylanib chiqaman ham yog'ini deb. Chunki yo'lni zo'rmas, lekin tekis ekan, tepa pastlik yo'q. Anaqa charchamasdan uchib kelsa bo'ladi. Hozir qayerga ketayotganimni bilmayman. Qatlarlar qattiqligini ham bilmayman. Kartada bitta joy belgilab qo'yganman. Hozir o'sha yerga borib haydab, bu yog'iga qattiqroq ko'rinsa, o'sha yerga haydaveraman. Glavosi yomg'ir yog'olmasa bo'ldi. Bugun ertalabdan 11-12 gacha yomg'ir yog'di, soat 1. Вроде бы tinish kerak deb yozilgan edi. Birinchi ostanovka. Teksikda har bitta ko'chani boshlanishi Radetskupel degan ko'cha ekan. Mana shu yerda tramvay o'tib, yonida eski tserkov. Otmar Galenskiy nomidagi tserkov ekan. 1860-yillarda qurilgan. Neogotiskiy stilda. Ikkinchi pozitsiya sayr davom etadi. Kartada hozir ko'rdim, qayerdadir mana shu ko'chalarning bittasi Art dom bor ekan. Ichiga kirib qanaqadir bir landshaft qilingan
hozir shu yerda qidirib yuribman endi. Kleine Galerie. Kichkina galeriya. Skvoreshniklarni installyatsiyasi ekan. Hozir mana shu yerdan chiqib keldim. Mana bu yerda bir bozorchasi bor ekan. Velosiped qo'yib bir aylanib chiqaman. Pizzalar bitta bo'lagi 350 euro. Fruktalar. Ana anaqa fruktalar bor ekan. Coca Orange 650, 390 olmalar. Nektarin 10 euro. Italiyada yozib qo'yibdi. Qulupniyning yarim kilosi 6 euro. Belvedere muzeyiga kirib oldim. Tashqarisida 15 minut kutishimga kerak bo'ldi. Tak. Belvedere. Mana shunaqa edi. Chiqib keldim o'sha yerdan. Tak, bu yoqda
fashistlarga qarshi kurashgan soldatlarga bag'ishlangan monument bor ekan. Ruschada yozib qo'yilgan ekan. Вечная слава героям Красной Армии, павшим в боях с немецко-фашистскими войсками. Fontanam chiroyli ekan. Kelmoqchi bo'lgan rayonga yetib keldim mana. Indeyka schnitzel. Hozir ofitsiantdan so'rab ko'rdim, говядина yaxshimi yoki indeykami deb. Svinina yaxshi deydi. Yaxshi indeykani olib qoldim. Sal arzonroq говядина qaraganda. Bular yeb ko'ramiz endi.